Men şu dutar dərsligi haqida o'ng qo'lning har xil chilish usullarini to'liq sizlab chiqdim. Sol qo'l haqida endi boshlamoqchi. Shunga bugun sol qo'l to'g'risida qisqa filmlarni, ya'ni buni keyin davomlashtirmoqchi. Bugun so'zlaydiganim bo'lsa, shu sol qo'l barmoqlarni takshi ishlatishda bu yerda birli barmoqni jiq ishlatib olishdan saqlanish. Hamma barmoqni qancha takshi ishlatadigan vaqtimizda dutardagi mahoratimiz oshadi. Shunga men bugun qisqacha bir mazmunni so'zlayman. U bo'lsa, masalan, shu mi fa ma bu ikki padini orqa-orqa bosgan vaqtimizda ko'pincha mayli dars o'tayotganlarning barmoqini ko'rma, cheyotganlarniki ko'rma. Ma bu orqa-orqa ikki pada bo'lgandan keyin to'lisi ma ko'rsatkich barmoqdan kaynidilla fani bosmoqchi bo'lsa, ma o'tir barmoq bilan bosibdi. Men nomsiz barmoq bilan bosaman. Mana ular bosaman. Nimishga deganda bu yerdagi maqsad ovoz tusini eng turaqli holatda, eng to'q, aniq holatda chiqarishni maqsad qilamizda. Shuning uchun bu yerda mau barmoqdan ko'ra biz nomsiz barmoqni ishlatgan vaqtimizda eng yaxshi ovoz tusiga erishamiz. Bu o'tir barmoq bilan nomsiz barmoqning mayadagi berayotgan kuch miqdor o'xshamaganlikdan shu ikki barmoqdan chiqayotgan ovoz tusi o'xshamaydi. Bu ovoz tusi eng muhim. Muzikada biz so'zimizni muzika orqali ifodalaymiz. Bu ifodalamoqchi bo'lgan mazmunni biz shu ovoz tusi orqali shu barmoqimizning har xil besish, har xil uni mo'jush, shu xil mazmunlar bilan biz so'zimizni muzika orqali ifodalaymiz. Shunga shu barmoq masalasi kelganda zodi qaysi barmoqda bossak eng yaxshi aniq bo'lgan ovoz tusiga erishimiz deganni bakrak o'ylashib, shuni qo'g'lishib, mashq qilishimizga to'g'ri keldi. Shunga men ko'pincha shu dutor o'rganayotgan saboqdoshlarga tavsiyalarim shuna orqa-orqa ikki pada kelgan vaqtida biz o'sha nomsiz barmoqqa masalan Allah o'xshamaydi. Maning bilan o'xshamaydi. Ya'ni qo'lning shaklimi maningda yig'inchoq chiroyli chiqadi. Qo'l shaklimi muhimda, shakl go'zal bo'lishi kerak. Mana ular. Manda qilsa qarang, ikki barmoqimiz o'rnini topolmay qo'yadi hozir. Nomsiz barmoq bilan chimchilaqa rohat ko'rinmayapti ko'zimizga. Bo'lganda rohat qo'limiz yig'inchoq. Shu bugungi so'zlaydiganimiz kichik shu mazmun.